Shu gapga e'tibor beringlar. Onasidan yetim qolib, ota bilan qolgandan ko'ra, otadan yetim qolib, ona bilan qolganlar ko'proq daraja topgan. Yana qaytaraman. Onasidan yetim qolib, ota bilan qolgandan ko'ra, otasidan yetim qolib, ona bilan qolganlar ko'proq daraja topgan. Imom Buxoriyni olim qilgan onalari bo'ladi. Imom Shofi'iyni olim qilgan onalari bo'ladi. Sufyon Savriyni otalari vafot etdi. Onalari yashab turgan hovlini sotib, bir uyning pulini xarj qilib, shahar turli shaharlardagi ulamolardan farzandini dars olish uchun darbadarlikda hayot kechirib, bir uyning pulini sarf etib, farzandini dunyoni olimiga aylantirdi.